Agar rostdan shunday bo'lganda ikki urug'i chiqmaydigan bo'lsa 100 dollar yutqazamiz biz hozir. Bugun ko'rsatuvda qanaqa xudo xohlasa. Hozir demak bu yerda birinchi urug'siz tarvuzimiz bor. Assortiment uchun sarig'ini Sarig'i olib ham bor. qo'yganmiz. Har xildan bor. Kelovi ham mazali. Eng ko'p beriladigan savolda bu. Urug'i yo'q tarvuzni urug'i qayerdan chiqadi degan narsa bor o'zi. Qarang, tarvuzlar o'zi hammasi diploidda. Ha. Bu triploid hisoblanadi. Aha. Triploidlarda shunaqa ota-onasi aniq. Ularni chalishtirganingizda triploid tarvuz urug'i olasiz deb, buni o'zidan urug' ola olmaysiz. Ha. Sizga bu urug' kerak bo'lsa, yana shu ota-onani chalishtirib olaverasiz. Ota-ona genofonda turaveradi. Turaveradi. Ularni urug'ini mish hisobiga olaverasiz. Aha. Ya'ni buni urug'ini отдельно olasiz, buni urug'ini отдельно olasiz. Aha. Lekin style chiqaraman deganingizda ikkalasini chalishtirasiz. Qo'mondan aka men tushunishim bo'yicha bizda qo'chqor bor, sovliq bor. Ha. Ikkalasini olingan bolasini bizda aqta deydi endi qo'pol bo'lsa ham. O'sha haligi takalarni ham haligi echkilarda qiladi, hidi chiqmasligi uchun. Avlod qoldirmaydi o'zidan, lekin ota-onasi yashaveradi, yana qo'zchoq kelaveradi. Haligini shunaqami? Shunaqa, Agar xuddi shunaqa. to'g'ri tushunadigan bo'lsanglar, akalar mana shunaqa bo'ldi. Demak, demak bu yerda bular Akmal akam gaplari bo'yicha oddiy tarvuzda 22 ta xromosoma bo'lsa, Aha. bunda 33 ta xromosomaga keltiriladi. Ya'ni Ha. 44 taga chiqariladi, 44 tadan 33 taga tushiriladi. Aha. Shunda urug'siz tarvuz chiqadi. otalik, onaligi bor. Ha. Bolasini shunaqa qilamiz. Bolasini o'sha Bo'lajak. bo'lajak bolasini. Hozir urug'ini olib qarasangiz ham hamma tarvuzni tumshug'ida ikkita mana qanosi bor. Bunikida 3 ta turibdi. Triploidligini ko'rsatib Triploidini turibdi. ko'rsatib turadi. Bo'ldi. Demak, buni urug'i bor. Hech Bor. qayoqqa yo'qolmaydi. Yo'q. Zo'r. Buni o'sha 50 yil oldin Yaponiyadagi Kyoto universitetining olimlari ishlab chiqarishgan, o'ylab topishgan. Aha. Keyin buni sekin-sekin rivojlanib, hozir deyarli nima desa bo'ladi, rivojlangan davlatlarning 90% bozori urug'siz tarvuzga o'rgangan. Shunaqa akalar bu bepusht bilmagan ilmlilar ilmsizlar bor, har xil bor. Bilganlar bilyapti buni. Dunyo shunaqaga o'tib ketgan, lekin ko'plari aytayaptiki, bu akalar bizni bu urug'ni qulligiga olib kelyapti. Ertaga biz ularga mas'ul bo'lib qolamiz. Biz O'zbekistonda ham asli ilm bo'lsa qilsa bo'lar ekan-da. Albatta, qilsa bo'ladi. Chiqana. Qilsa bo'ladi. Bu yerdachi faqatgina shart shundaki, haligi triploid urug'imizni ekkandan keyin uni yana changlattirish kerak. Changlatuvchi bo'lish kerak. O'shanda changlatganda xromosoma soni 33 taga tushadi-da, urug'siz chiqadi. Endi bunda O'rmonali aka faqatgina ichida oq urug'lar bo'ladi. Ya'ni o'sha izi bor-ku, lekin u yesa bo'ladigan urug'lar, oq urug'lar. Qanaqadir urug' bo'lishi Urug' bo'ladi. Endi agarda stressga tushib qolsa, chanqab qolsa yoki bo'lmasa issiq sovuq, ya'ni peripat kuchli bo'lsa, oddiy urug' ham chiqib kelaveradi. Da. Shuning uchun bu erka tayyoradi endi. 100% urug'siz deb 100% aytolmasak ham Yo'q. shunaqasi bormi? Kam urug' desak ham bo'ladi, to'ppa. Mana o'sha mashhur tarvuzlar endi. Kelinglar endi ishga o'taylik, amaliyotga. Akmalga Bu korxona bor. Kelinglar, hammamiz kelaveraylik akalar. Nihol zamin korxonasi 20 yildan oshiq vaqtdan beri shu yerda faoliyat yuritadi. 20 yil, ha, kamida. 20 yildan 20 oshdi. yil. Akalarimiz ham olib keling, Muzaffar urug'larini olib keling. Mana shu urug'lar, ha, shuni. Urug'i qayerda desanglar, mana urug'i mana shunaqa bo'ladi, keladi. To'g'ri, hozircha chet eldan kelyapti, xudo xolasa, lekin hozir gaplashdik buni ilmli darajada o'zimizni qorako'z o'zbek bolalar ham yaxshi o'qib kelsa, o'rganib kelsa, buni qilsa bo'lar ekan, muammo yo'q ekan. Mana urug'lari doim keladi, faqat hozircha chetdan olib sotib olib turibmiz. Endi majburmiz shu ilm yo'qligi uchun. Xudo xolasa ilmli bolalar chiqsa o'zimizni ham qiladi. Korxona nomini eslab qo'yinglar, Nihol zamin. Mana bu kichkina korxona emas, mana shu BASF bu hozir tasarrufidagi korxona deymiz, ha? To'g'ri aytamizmi? To'ppa to'g'ri. Bugun ko'rsatuvda qanaqa xudo xolasa. Hozir demak bu yerda birinchi urug'siz tarvuzimiz bor. Ikkiga anaqa mas'ul assortiment uchun sarig'ini Sarig'i olib ham bor, qo'yganmiz. har xildan bor. Kelovi ham mazali. Usti sariq ichi qizillarni ko'rdik, boshqasini ko'rdik. Xo'p, xudo xolasa bitta boshlab beramiz. Qaysi birini so'yamiz? Ana Akmal aka. Akmal aka, bitta bugun qani, bitta Unda mana shuni boshlaymiz. hozir bo'lmasa. O'rtoqlar mana Akmal aka master klass ko'rsataman deyapti. Aytayapti-ki, tarvuzni shunday bo'lsam, umuman deyapti, urug'i chiqmaydigan bo'ladi. 100 dollardan hozir mana garov bog'lashdik. Xudo xolasa 2 ga bo'lsam deyapti, urug'i chiqmaydi deyapti. Kamoldan aka shunaqami? Ana o. Agar rostdan shunday bo'lganda 2 ga urug'i chiqmaydigan bo'lsa 100 dollar yutqazamiz biz hozir. Qani boshladik. Qani 2 ga shunday bo'laman deyapti, urug' ko'rinmaydi deyapti aka. Men bari oq urug'lar chiqishi mumkin, O'rmonali aka. Yo'q, qani. Qani. Ana haqiqatdan oq urug'lar bor ekan. Oq urug'lar mana shu. Buni yesa bo'ladi. Buni yesa bo'ladi, ichi puch bo'ladi. Puch bo'ladi buni ichi. Bu haligi o'sha 44 ta xromosomadan Mana bitta bor 33 taga tushayotganda mana shunaqa paydo bo'lib qolishi mumkin. Lekin buni ichi ham puch bo'lishi mumkin, Akmal aka. Bu ham bari urug' nima qiladi? ichi ham anaqa bo'ladi. Albatta hazil urug'siz tarvuz, o'zingizlar bilasizlar. O'tgan yil ham buni kesdik. Mana xudo xolasa bunaqasini ham kesib ko'ramiz.
Endi o'rmonal aka buni afzaliy tarafi, demak, oddiy tarvuzlarga nisbatan bu shirin. Shirin. Ham yesa bo'ladi, yosh bolalarga berganda anaqa cho'chish nima deydi, qo'rqmaysizki, tomog'iga tiqib qoladi deb. Aha, bemalol. Buni yegandan keyin oddiy tarvuz yeyishga anaqa qilib qolasiz, ya'ni to'xtab qolasiz. Bu shirinroq hisoblanadi. Mana buni Kamoliddin aka sarig'idan bitta assortiment Bo'ldi. sariq. Urug'i bor ha buni. Ha, buni urug'i bor. Buni urug'i bor. Urug'i Mana bor. hozir urug' xos. Mazasi lekin boshqacharoq. Nimaga sariq deydigan bo'lsa, ko'pchilikda allergiya bor ekan qizilga, ranglarga, to'ppa-to'g'ri. boshqa narsaga, to'g'rimi? Biz To'ppa-to'g'ri. Galandaga borganda hali qora nima pereslarni ham ko'rganmiz. Qop-qora pomidorlarni boshqa endi kelyapti o'zimizga, xudo xolasa. Mana endi sariq assortimentda mana urug'i borligini hozir solishtirsak bo'lar ekan. Shuning uchun hozir ekoni ham birdaniga so'yamiz dedik. Kimlargadir qiziq bu. Mana. Deb, bu ham juda ko'p urug' deb aytalamiz, mana lekin real urug' bor mana. Bor, realni urug'lari bor, lekin buni o'sha aytganimizdek, o'rmonlar aka marhamat, bitta mazasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana Akmal akadan boshlaylik. Bismillah. Qani? Ber. Bu qanaqadir o'ziga xos spesifiklik mazasi bor-da buni, ha? Bo'ladimi? O'zini moddalari, o'ziga xos moddalari bor. bilan bir persik aralashma. Ha, shunaqa. Sariq haqida ma'lumotlar yo'qmi? Qanaqa qilib sariq qilishyapti ekan shunaqa? Bizda hali unaqa emas yo'q. Bunda ham bir qanaqadir nimalarnidir gibridlashtirgan bo'lsa kerak-da bu yerda menimcha. Ha? Sen yuri. Qani? Qani olinglar, bismillah. Mana hozir oling. Keloni. Bu mana. Urug'siz tarvuz, Mana Akmal aka. sariq tarvuz, mana urug'i bo'ladigan bo'lsa, har bir tishlar urug' bo'ladi. Bunda Sen yuri. urug'lari yo'q mana. Ancha ko'rib turibsizlar uni. Xudo xolasa. Mana. Mamtini anaqa qilsanglar ham bo'ladi, mana. Вообще O'tgan safar kesganda juda ham urug'i ancha kam chiqdi. Urug'i bor, lekin urug'ini yeb olsa bo'ladigan urug'. Shunaqami? Po'ch urug'lar. Bismillah. Qani? Menimcha bu tarvuzdan keyin oddiy tarvuz ketmaydi, o'rmonlar. Juda Juda ham mazali-da. o'tgan safargisi ham juda shunaqa shirin. Buni o'sha qand miqdori yuqori yig'asa kerak deb o'zlariga o'sha yaratilganda. Bismillah. Oddiy tarvuz o'lchaganimizda 15 ta miqdori. Bunda 25-30 chiqyapti. Qaysi 2 barobar ko'p. O'zi 8-12 berardi ilgari bilasizmi? Hozir ancha yuqori chiqyapti ekanda. Mashalloh. Hozirgi kunda o'rmonlar aka bu tarvuzlarni asosan eksportga ketyapti. Chetdan odamlar kelib, aynan shu gibridlarni zakaz qilib berishdi. Ha. Ya'ni o'zligi so'rashdiki, mana shularni ekib beringlar bizga deb. Shuning uchun endi ichki bozorga ham o'rgatmoqchi bo'lib turibmiz, xudo xolasa, tez kunlarda O'zbekiston bozorlarida ham paydo bo'ladigan umiddamiz. O'rtoqlar, mana urug'siz tarvuz endi ko'paytirilyapti. Haqiqatdan bu realni eksportga chiqib ketayotganidan xabarimiz bor. O'zbekistonda bu narx qimmatroq chiqib ketyapti aka. Shuning uchun shunaqa taklif, shunaqa urug' O'zbekistonda bor. Bemalol dehqonlar olib foydalansa bo'ladi. Ko'proq ekilar, shu xalqqa ham arzonroq bo'lsin, dehqon akalar. Mana sizlarga taklif, boshqa tarvuz tiqilyapti o'zimizda. Standart tarvuzlarimiz, an'anaviy tarvuzlarimiz. Mana shunaqalardan ekinglar, ko'paysin, arzon bo'lsin, xudo xolasa, xalqimiz yesin ha maza qilib. Ham albatta hozir o'rmonlarga shunaqangi turizm bizda rivojlandiki, hukumatimizga rahmat. Juda ham rivojlandi. Shuning uchun turistlarga ham buni manzur qilib bemalol dasturxonga qo'ysa bo'ladi. Ichki bozor uchun ham. Zo'r. Ya'ni turistlar uchun ham, mehmonlar uchun ham. Urug'chiligidan qo'rqmasanglar bo'lar ekan. Bemalol o'zimizda uni otaligini, onaligini qilib, kelajakda yaratsa ham bo'ladi. Bu o'zi otaligi, onaligi sog'lom urug' bo'ladi. Ma'lum bir amaliyot orqali o'tkazilishi mana ilmiy darajada isbotlab berildi. Qo'rqmasdan hech kommentariyada bir yozib qo'yamiz, bir yozaveradi. Qaramlikka hech qanaqa qaramlikka olib kelmaydi, xudo xolasa o'zimizda qilsa bo'ladi. Ta'mi shirin, bexavotirona bolalar bilan bemalol smuzilar qilib boshqa qilishga ham juda ham zo'r, urug'ini terib o'tirmaysiz. Hozir qimmat bo'lgani bilan agar xudo xolasa to'g'ri tashkil qila olsak, buni arzonlashtirsa bo'ladi akalar. Eslab qolinglar, Dunyoms korxonasi, Akmal akam, Kamoliddin akam, ana Abbos akam o'zi hamma shu yerda akalar. Jamoa 20 yildan oshiq vaqtdan beri O'zbekistonda faoliyat olib boradi. Qarindosh bo'lib ketganda bu nimalar bilan, o'zimizning akalar bilan qarindosh bo'lib ketgan dehqonlar bilan oqibati xayrli, manfaatli bo'lsin, bardavom bo'lsin, O'zbekistonda ko'paysin, ha? Xudo xolasa. Inshaalloh. Rahmat hammaga. Barakasini bersin. Shuni yetishtirgan dehqonlarga ham bitta rahmat, like bosib qo'ysa, xudo xolasa ishlaydi. Rahmat.